Katta xotin bo'lgan sari yo'ling ham ko'payaverar ekan qizlarjonlar. Yo'lga chiqishdan oldin sizlarga ham uborka, ham yengil obzor qilib o'tib ketdim qizlarjonlar. Adyollarimni chiroyli qilib takladim, ham sizlarga ko'rsatdim. Undan keyin yakandozlarim, gilamli yakandozlar o'zimda bor qizlarjonlar. Yaqinda kelin bo'laman deganlar bemalol kelaveringlar. Uyimdan ko'ra ham do'konimga ko'proq mehr qo'yganman. Chunki bu yerdan pul kelib turadi qizlarjonlar. Uborkamni tugatib, do'konimni bekitib, shoshilib uyga qarab yo'l oldim. Uyda meni ashuncha ishlarim kutib turibdi, lekin ovqat qilishga, salat qilishga ulgurman xolos. Enasini emsin. Shuncha ishlarni enalarimiz tugatmasa o'lib ketdi. Men ham tugata olmayman. Shuncha ishlarim yetmagandek, xo'jayinim bugun seni qo'lingdan bir o'rama yilichi dodi. Uyga kelsam, onajonim jannatim qiymalarni tayyor qo'ygan ekan. Qizim, siyosh xamir olib, o'rab qo'ysang bo'ldi dedi. Xo'p bo'ladi onajon dedim-da, men ham lavash xamirini olib kelib, 5 minutda o'ramani qilib, tayyor qilib qo'yib qo'ydim. Ovqatim pishguncha salatimni ham qilib oldim. Biram chaqqon qizmani, menaqa qizlarni peshonasidan o'psa arziydi. Ha, aytgancha qizlarjonlar, iskori pomoch kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'shaning uchun dadam men bilan faxrlanadi-da. Mana o'ramay ham pishdi, salat ham tayyor, ko'lim ham tugadi. Kelaveringlar qizlarjonlar. Hammaga yoqimli ishtaha.